Ustoz, hozirda ayollar o'rayotgan arab niqoblari mubohga kiradimi yoki taqvogami? Bir darsingizda aytganingizdek, bu niqoblar xunuk ayollarni ham chiroyli ko'rsatadiganga o'xshaydi menga ham. Ochiq sochiqlar ko'p hozirgi zamonda yuz va qo'lni yopmasa, fitnaga tushib qolish ehtimoli bormi? Chunki hozir yo juda ham ochiq, yo juda ham yopiq kiyingan ayollar ko'zga ko'rinib, e'tiborni jalb qilayotgandek nazarimda. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Va o'zi ayol kishini nimasi holati satrga qurilgan. Ayol kishi erkaklarning ko'zidan panada yurish buyurilgan. Ya'ni ayol kishi hijoblanib yurish kerak. Qayerlari hijoblanish kerak, qancha joyga ruxsat beriladi otishga deganda buni ko'p takror aytamiz. Bu ixtirofli masala bu. Jumhur ulamolar ayol kishini hamma joyi avrat degan. Abu Hanifa rahimahulloh yuzi avrat emas ayol kishini yuzi va ikkita kafti va yurak oyog'ini qadam bosadigan joyi, yerga to'yib bosib yuradigan joyi avrat emas, chunki ehtiyoj bor bu narsalarga degan. Yuzi va qo'li va ikkita oyog'i deb istisno qilib, keyin Abu Hanifa rahimahulloh o'zlari ham buni mutlaqo aytmaganlar. Illo agarda ayol kishi yosh bo'lib, chiroyli bo'lsa, u albatta yuzini, qo'lini yopish kerak, fitna bo'ladi bo'lmasa, yoki bo'lmasa fitna paytida yopish kerak degan. Yosh katta bo'lsa ham masalan fitna paytida yopish kerak. Fitna degan nima degani? Ko'chada u ayolga qaraydigan bir posiq bo'layotgan bo'lsa, o'sha posiqlardan ko'zidan tiyilib yurish kerak ayol kishi deganlar. Abu Hanifaning o'zlari. Keyin Hanafiy mazhab diyorlariga qarasak ham haligacha masalan hozir yaqin masalan tarixgacha masalan bizning Mavronaharga mana o'rislar bostirib kirib hamma joyda hijoblarni yo'qotgungacha birorta ochiq ayol bo'lmagan. Paranjilarda yurgan ayollar buni hamma biladi. Hanafiy diyorida ayollar paranjida yurgan. U paranjilar hozirgi mana arablarda niqobi bu paranjilarda oldida umuman shar'iy niqob hijob bo'lmay qoladi. Endi yo'qqa kifoya bo'lib yuribdi-da, endi hozir masalan hechdan ko'ra mayli yo'qdan ko'ra bor. Endi yuzi ochilib yurgandan ko'ra to'sib turgani baribir xilla yaxshi-ku baribir. Masalan, endi chiroyli ko'rinyapti, ayolning ko'zi chiroyli ko'rinyapti desa, bo'ldi, bu foydasi yo'q ekan, baribir ochib yubor degani emas. Masalan, bir xil ayolga ro'mol chiroyli ko'rinadi. Uni boshidan yurish kerak u, chunki ro'mol o'rasa chiroyli bo'lib qolyapti degani emas-ku. U narsa boshqa narsa. Shuning uchun uni tushunishimiz kerak. Niqoblar masalan bu arablarning odatimi bu degan narsada buni ham ayta olmaymiz. Masalan, arablarning odati deyotgan bo'lsak, arablar masalan hozir masalan niqobga o'tib oldi, lekin bundan oldinroq mana bizning onalarimiz nimada paranjida yurgan paytda arablarda ham bundan ko'ra kattaroq bir yaxshi bir nimada yurgan holatda ular. Lekin holat butun dunyo bo'yicha o'zgarib mana shu holatga kelib qoldik endi. Bu degani emaski niqob arablardagi, o'zbeklardagi yuzi ochilib yurish kerak. Xo'p, niqob arablardagi bo'lsa, bizniki nima? Bizning ayollarimiz bo'lmasa paranji yopinsin, oldingi onalarimizga o'xshab paranjida yursin. U niqobdan ham ko'ra nima shariatga mos bo'ladi. Va muzeylarda bor hozir. Masalan, paranjilarni har qanday ko'raman degan odam ko'rishi mumkin. Qani paranjida yursin ayollar o'shanda. U juda ham shariatga mos bo'ladi. Paranjilar nihoyatda shariatga shar'iy hijob o'shalar. Haqiqiy shar'iy hijob. Ya'ni ayol kishining umuman badanini sifatlamaydigan, uni yosh qariligini ham bilib bo'lmaydi, semiz ariqligini ham bilib bo'lmaydi. Juda ham bir ya'ni ko'zdan pana narsa. Yuzlari, ko'zlari hech narsa ko'rinmaydi paranjida. Mana shunday qilib yashab kelgan ayollarimiz, ya'ni onalarimiz. Toki o'rislar kirgandan keyin bu narsalarni hammasini yo'q qildi. Qaro chimmat deb turib bu haqda qancha she'rlar yozildi. Ayollarni go'yoki bir ochiqlikka, ozodlikka olib chiqib qo'ygandek katta bir hurriyat keldi bularga degan ta'limot berildi. 70 yil mana o'ris ta'limotida o'sha narsalarni o'qidik maktablarda. Ayollar adashib ro'mol o'rab yurgan edi, paranjida yurgan edi, qaro chimmatni otib yo'q qildim deb qancha she'rlar yodlab maktablarda o'rgatilgan. Xullas, ya'ni mana shu ayollarning holati o'zi asli shuni bilishimiz kerakki, satrga qurilgan, fitnadan saqlanishga qurilgan. Bu arabning odati degan bo'lsa, xo'p, arabning odatini qilmaymiz degan odam bo'ldi, yuzingni ochib yuraver endi deyishi noto'g'ri bo'ladi bu. Chunki ayol kishi fitna bo'ladi o'zi. Ayollarning holati o'zi satrlik holatga qurilgan narsa. Iloji yo'q bo'lgan joylarda, masalan, endi nima qilaylik, iloji yo'q. Bunaqa qilib yurolmasak, paranji yopinib yurolmasa ayol, yo uydan chiqmay o'tiramasa, masalan, chiqadi baribir, doktorga borish kerak, ishlash kerak,
ehtiyoji bo'ladi va hokazo chiqish kerak desa, bularga javob shuki, fattaqulloha mastatotum, qo'llaringdan kelgancha taqvo qilinglar. Alloh taolo insonni toqatidan tashqari narsani yuklamaydi. Alloh sizni ko'rib turibdi, lekin shar'iy hukmini bilib oling. Shar'iy hukmi shuki, ayol kishi avrat. Bu ixtilof, lekin Abu Hanifa rahimahulloh bilan jumhur o'rtasidagi ixtilof, hozir aytganimiz kabi Abu Hanifa aytgan narsalari, ya'ni ayol kishining yuzi, ikkita qo'li, kafti fitna bo'lmasa deganlar. Fitna bo'lsa, u ham yopish kerak deganlar. Va yana amalga qarasak, Hanafiylarda amaliga qarasak, ayollar mana paranjalar yopilib yurgan, biror dona ayol ko'chada yuzini ochib yurmagan. Biror dona ayol, ham butun ayollar hammasi hijobda, niqobda tagida, ya'ni paranja ostida bo'lgan. Yani bu keyin mana bu o'rislar kirgandan keyin hamma joy vayron bo'lib, hamma joy mana shunaqangi holatga keldi. Endi isloh bittada bo'lib qolmaydi. Hammani paranjiga tiq deb bo'lmaydi, masalan, qiyin narsa u. Qo'ldan kelgancha, masalan, qo'ldan kelgancha taqvo qilib, mana alhamdulillah shu ham yaxshi. Masalan, mana qizlar, ayollar ro'mol o'rashni boshladi. Shu ham yo'q edi endi. Yaqingacha qanday qilib yuruvdi? Yomonlik kamaygani bizga yaxshi, hammamizga ham. Nima bo'lsa ham yomonlik kamayaversin, yaxshilik ko'payaversin. Inshaalloh borib ilm ko'payib, taqvo ko'payib, masalan, odamlarda amal bo'lavergandan keyin yana bir afzal holatlarga o'tiladi inshaalloh. Allohu a'lam.